Yurtimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatda o'z o'rnini topishlari uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Har bir sohada tashabbuskor yoshlarga yaqindan ko'mak berib kelinadi. Biroq yoshlar orasida o'zgalarni chuv tushirish orqali noqonuniy boyishga urinishlarning borligi achinarlidir. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi bergan mana bu xabar har qanday insonni taajjubga solishi turgan gap. Ma'lumotda keltirilishicha, bir fuqarodan internetda ijtimoiy tarmoqlardan birida tanishib, qisqa muddat suhbatlashgan notanish ayol undan turli vajlarni keltirib, bosim qilish yo'li bilan pul talab qilayotganligi bo'yicha murojaat kelib tushgan. Aniqroq aytganda, hali oila qurishga ulgurmagan fuqaro Odnoklassniki platformasida notanish bir ayolni suhbatga jalb etgan. Ayol dastlab oilali ekanligi va uni bezovta qilmasligi kerakligini aytib, unga xabar yozmaslikni talab qilgan. Ammo vaqt o'tgach o'rtada do'stona muloqot boshlangan. Biroq ayol boshida er borligini, o'rtalaridagi munosabatdan xabar topsa, fojia yuz berishi mumkinligini bot-bot ta'kidlab turgan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay yigitning telefoniga begona raqamdan qo'ng'iroq kelib tushgan. Kiberxavfsizlikdan Temur bo'laman deb menga telefon qildi. Vanisaga yotibdi, eri uribdi, eri bilib qopti dedi. Keyin nima qilishim kerak desam, opaga iltimos qilib yozing dedi. Kechiring opa, xato mendan o'tdi deb keyin men yozdim. Iltimos opa kechiring deb yozdim. Yozganimdan keyin opa yo'q, seni kechirmayman. Seni ham oilangni buzaman deb yozib yubordi. Keyin soat 12 da yozyapti. 1,5 million bo'ldi, bankaga yotdim. Ertalab menda qolganini obxod bo'ladi, o'shanda aytaman-da, shuncha summa tashlab berasiz. Holat yuzasidan tezkor guruh tuzilib, o'rganishlar olib borilgan. Aniqlanishicha, murojaatchiga bosim qilish orqali pul talab qilgan profil egasi aslida erkak kishi bo'lgan. Hayron qolarli jihati, u o'zi tomonidan tuzilgan puxta ssenariy asosida 3 xil toifadagi shaxs, ayol, uning eri hamda huquq-tartibot idoralarining kiberxavfsizlik bo'limida faoliyat olib boruvchi xodim rollarini mohirlik bilan ijro etgan va sodda odamlarni chuv tushirgan. Ayol kishi profilidan foydalanib turganman. Shu o'rtoqlari bizni ermay qilish maqsadida ochilgan profilni reaksiyasini bilish uchun hazil-huzur qilib aldab turardi yashil sinfdoshlardi. Keyin haligi sekin-sekin kuchayib borib qolaverdi. Bunaqa gapirishlar hozir qo'rqitib qo'yaman, hozir melisadan hamma qo'rqadidir. U hayolga o'z-o'zidan kelib qolaverdi. Avvalo bir marta qishda shunaqa holat bo'ldi. Yoshroq bola ekan. Yomon narsalar bilan gapirib, yozuvdi. Men xuddi o'shanaqa o'qituvdim. $100 beruvdi. Mana kechagi holat bo'yicha Odnoklassnikidan yozdi. Tanishaylik degan maqsadda. Keyin men unga yozma, oilali odamman deb ayol kishi rolini o'ynab berib turdim hali joyda. Qarasam yozurganim uchun bir qo'rqitib qo'yish maqsadida telefon nomerini aldab so'rab yurib oldim. Ertasi kuni o'zimiz telefon nomerimdan telefon qildim. Bir xavfsizlikda ishlayman, Farg'ona shaharida dedim. Sani ustingdan ariza tushgan dedim. Shunaqa Sumaya Qodirova degan qizga yozgan ekansan dedim. U oilali ekan, eri urib, mayasiga yotib turgan, o'zingni muammoyni o'zing hal qil, bo'lmasam yuqori tashkilotlarga chiqishi mumkin degan vaj bilan aytdim u bolaga. Keyin xo'p dedi, u bola opa kechiring, iltimos kechiring, boshqa qaytarilmaydi degan mazmunda yozishni boshladi. Keyin xo'p dedim, san uchun men kalta yeb keldim, bankaga oldim. Bankam rasxotini tashlab berdi dedim. Xo'p deb u bola bankam rasxotini tashlab berdi. Oradan bir kun vaqt o'tdi. Oson topilgan pulga qiziqdikmi? Yo bo'lmasam u bolani ko'ngilchanlikdan foydalanmoqchi bo'ldimmi? Telefon qilib turib, men aytdim, sudga chiqaradigan bo'lsa bu ish dedim, o'zingga muammo bo'ladi dedim. Sudga chiqadigan bo'lsa dedim, shtrafini san to'laysan dedim. Desam, xo'p dedi u bola. Bozor kuni telefon qildim u bolaga, sud tugadi, sud o'tdi dedim. 2 million so'm jarima chiqarib berdi u qizga dedim. Ya'ni shu jarimasini san to'lab berasan desam, xo'p dedi. Bir kun sabr qilib turaylik. Hozir pulim ozroq edi. 280 ming pulim bor kartamda dedi. Tashlab berib turay, qolganini yana tashlab beraman 3-4 kunda deb aytdi. Men xo'p javobini berdim. U bola telefon qildi. Aka qattasiz pul topdim, men pulni o'z qo'lingizga bersam bo'laveradimi dedi. Men aytdimki, yo'q, u opani o'zining kartasi tashlab beruvdi. O'tgan zamonasi tashlab bergan kartingga dedim. Keyin oradan 2 kun vaqt o'tdi. Ichki ishlar xodimi uyga kirishgan ekan. Ko'chada edim o'sha mahallada. Orqalaridan kirib bordim uyga.
Shu holat bo'yicha shu yerda o'tiribmizda. 2 nafar farzandim bor. Yolg'iz onam qo'lida katta bo'lganman. Necha erkachilik qilib, xato yo'ldan yurgan ekanman. Men afsusdaman. Saboq bo'ldi shu ishlar bizga. Internetdan to'g'ri yaxshi ma'noda foydalanishni hammaga tavsiya beraman. Kechirishlarini so'rayman hammani. Bu ish takrorlanmaydi. Men pushaymonman. Kech payt chiqib ketganimda onamga skori kelyapti deb man chiqib ketganimda. Man xohlamayman hech kim bilan holatga tushishini. Mazkur holat yuzasidan qo'lga olingan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.